obodonchiligiga qarash qo'yyag'ilar. Hay shuni ham ayamtaga qo'yasizlarmi? Gökteki güneşin yerdeki hali ona sorsam fıstık gibi. Yedilar meni bu. Nima bo'lgan? Yutdinglar. Hey! Futbol desa jonlaringni berib yuborasanlar-a? O'sha qo'lni uyingga ikkita non ko'tarib kirami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Mbappe ukam saqatibdi deb ko'tingga gamaja berami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Husanov senga yordam qilami? Ha, sindoshim bo'lgan, doim yordam berib kelgan. Ma bo'lmasa, sol bo'lmasa, fiskal Barsa davay. Ha, Andijondagi Psixmansani ko'chasidagi ankalovgan ro'parasida Dernes mebelga keldim. Ha, endi uylangim keldi-da. Qallama menga kelmasa ham bo'lmaydi, uylanib yuboradigan mebellar bor ekan. Ha, qo'yog'i texnikalarni chet eldan olib kirishar ekan. Dernesda hamma mebellarga 30% gacha chegirma ketyapti-ku. Dernesning mebellarichi Turkiyaning mebellari bilanchi adimadi solishib ham qo'yaverar ekan. Uyingga olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Hozir o'taman qo'yog'i. Ha, uylanaman deb mebel ko'rgani keldim. Hozir qaytayapman, bo'pti. Boshqamizga olsam balam. Bemalol. Ya, bo'lmaydi. Ma uka, ma shu orqada o'tkazib o'tir. Kallangga qo'yog'i.